belni rasvo qilib qo'yishi mumkin. Tajribasiz odamga dirijanni operatsiya qildirish. Umuman bel sohasini amaliyoti uzoq bo'lmagan, staji yaxshi bo'lmagan, ammo reklamalarda pul berib reklama qildirgan, bu blogerlar maqtagan odamga borib, u belni ochtirsangiz juda aziyat chekib qolishingiz mumkin agar u shu joydagi qon tomirlarini yoki nervlarini yoki orqa miyani o'zini zararlab qo'ysa. Noto'g'ri bitta tikish tushsa ham ertaga siz siyolmay qolishingiz yoki axlat ushlolmay qolishingiz yoki oyoq qo'lingiz yoki oyoqlaringiz ikkalasi ham shol bo'lib ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun nafaqat belni, butun orqa miya va boshni unaqa tajribasi kam bo'lgan odamlarga ishonib topshirib tiq tekkizib ochtirmagan ma'qul. 7 o'lchab emas, 8 o'lchab bir o'ylaning. Хорошо, operatsiyadan oldin.